Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Mana bugun 3-aprel 2025-yil. Xitoy yong'oqlari urug'larini yerga qadayapmiz. Yerimizni shu tartibda haydab taxlab oldik. Biz yerga namlik o'tishini kutib turgandik. Mana yong'oqlarimiz 3 kun davomida suvda turdi. Bugun mana ko'ryapsiz, o'zi ancha yorilib, tayyorib qoldi. 3-kun edi, mana ko'rib turibsiz. Shuning uchun mana bugun ekishni boshladik. Xitoy navini bilasiz. Postiyubqa. Bittasini chaqamiz ham shu yerda. Tegini nam o'tgan yaxshi. Namlikni olgan. Ancha yaxshi nam olgan. Shu tartibda ekiladi. Mana endi yerni holatiga qarab biz o'rtacha 10-15 cm ga ekyapmiz. Siz 20-25 ga qo'yishingiz mumkin. Holatga qarab ustidan gideta 3-5 cm keladigan miqdorda tuproqlarni qo'yamiz va keyin tuproqlarni qo'yib, keyin ustidan mana chirigan gun yoyib qo'yamiz. Ham namlikni muhofaza qilish uchun, ham o'g'it bo'lish uchun. Xudo xolasa bir oylarda o'sib o'nib chiqadi. Yana ma'lumot tashlab turaman keyin. Mana ekish jarayoni tugatib bo'ldik. Shu tartibda jugalarni olib, ustiga tuproq tashladik. Tuproqlarni qisman tekislab oldik, ya'ni ustlarini o'sha gung turadigan sharoit qilib. Chiroyli qilib taxlab chiqdik. Endi buni gung tashlaymiz ustidan. Yoyib o'sha chirigan gunglardan bor, mayin gunglardan. Kimdadir biogomus bo'lishi mumkin, biogomus tashlashlar ham mumkin. Gung bo'lmasa, biogomus bo'lmasa, oddiy kulda tashlash ham mumkin. Lekin o'sha gung tashlangani yaxshiroq bo'ladi, foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana va nihoyat porlash gung sochish jarayonini ham tugatdik. Endi buni shu ora suvlarni qo'yib tursak, xudo xolasa, inshaalloh bekami ko'z chiqib bo'lsa, bu yoq yaxshi bo'ladi. Hozirroq chala joyimiz qoldi, shuni qilib qo'ysak. Mana taxminan ustiga 200 cm da tuproq tashlandi. Ba'zi joylar 5 cm ham tushgan bo'lishligi mumkin. Har xil holatda qilib tashlandi. Tuproqlarni tortdik, yong'oqlarni qo'yib chiqib tuproqlarni tortdik va ustidan gungni tashlab chiqdik. Inshaalloh xudo xolasa bir oyda chiqib qolishni boshlaydi. Ularni ham keyinchalik tanishtirib boraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.